Isroil va AQShning Eronga qarshi amaliyoti boshlandi. 28-fevral shanba kuni Isroil va AQSh harbiy kuchlari Eron hududiga zarba berdi. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz bu hujumni Isroil davlatiga bo'lgan tahdidni bartaraf etish maqsadida Eronga berilgan preventiv zarba deb atadi. Reuters bilan suhbatlashgan isroillik rasmiy Isroil AQSh qo'shma zarbalari chog'ida Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomenei va prezident Masud Pezeshkian nishonga olinganini aytgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Xomeneining qarorgohi butunlay vayron bo'lgani aytilgan suratlar ham tarqaldi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh va Isroilning zarbalariga javoban raketa va dronlardan iborat to'lqinli qarshi hujum boshlaganini ma'lum qildi. Eronning Fars axborot agentligi xabar berishicha, hujumlar Qatardagi Al-Udayd aviabazasi, Kuvaytdagi Ali Al-Salem aviabazasi, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Al-Dafra aviabazasi hamda Bahraynda joylashgan AQSh 5-floti qarorgohini qamrab olgan. Reuters Isroil harbiy operatsiyasi bilan tanish bo'lgan manbalarga tayanib, Eron mudofaa vaziri Aziz Nosirzoda va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondoni Muhammad Pokpur Isroil hujumlari oqibatida halok bo'lgani haqida xabar berdi. Shuningdek, Eronning javob zarbalari fonida Birlashgan Arab Amirliklari ham jabr ko'rdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Dubay shahriga Eronning urib tushirilgan raketasi qoldiqlari qulagani, dronlar shahardagi osmono'par binolarga kelib urilgani-yu, portlashlar aks etgan videolar tarqaldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugungi zarbalar oqibatida Eronda 160 nafarga yaqin kishi halok bo'lgan. Birlashgan Arab Amirliklari, Iroq va Suriyada ham qurbonlar borligi aytilmoqda.